أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفهمنا معاني التنزيل يا رب العالمين. Bugün kelgen dersimiz bolsa hürmetlik, ulug', izzetlik, berketlik Ramazan ayı kelish münasebeti bilen ve bizning bu tefsirimiz şu münasebetga udul kelgan Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresidagi 183. ayet Ramazan ro'zasining farz qilinishi haqidagi oyatga to'g'ri keldi bizniki. Mushu Ramazan ulug' Ramazan oyining kelishi mushu oyatning tafsiriga to'g'ri kelib qoldi. Allohning fazli kalimi bilan biz bugun mushu dars haqida so'zlaymiz. Endi al-allama al-mufassir al-muhaqqiq Jalaluddin as-Suyuti rahimahullah o'zining Tafsirul Jalalayn nomli kitobida bu ayet kelimege tefsir kıldı. Biz aldı bilen bu ayet kelimeni üzerine telavat kılaylı. Allah Azze ve Celle deydi ki Euzu billahi mineşşeytanirracim Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyamu kema kutibe alellezine min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah Azze ve Celle deydi ki ey iman etqanlar sizlardan ilgirkilarga ro'za tutish farz qilingandek sizlarga Ramazan ro'zasini tutish farz qilindi. Sizlarni taqvodor bo'larmikin, gunoh ma'siyatdan saqlanarmikin deb deydi. Mana endi Musannif rahimahulloh bu oyat kalimani tafsir deydi ki Ya eyyuhellezine amenu kutibe degan sözdeki kutiba degan söz furida degan bo'ldi ma'nosi. Ya'ni farz qilindi degan bo'ldi. Kutiba degan. Alaykumus-siyamu kama kutiba alellezina min qablikum. Ya'ni ey mu'minlar, sizlarga ro'za tutish farz qilindi. Kama kutiba alellezina min qablikum. Xuddi sizlardan ilgirki ummatlarga, payg'ambarlarga ro'za tutish farz qilingandek sizlarga bu as-siyamni heliqi ro'za, ya'ni hamma o'ylarning zihni bo'lgan tuvanda qiladigan Ramazan oyining ro'zasi farz qilindi. Madika ro'za hamma ro'za emas, faqat Ramazan ro'zasi. La'allakum tattaqun. Endi mishadiki ilgirki ummatlarga ro'za tutish farz qilingandek degan bu oyat kalimaning tafsirida mufassirlar ajoyib keng so'zlashgan. Çünkü Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam zamanında tatip Peygamber Aleyhisselam olan cimi peygamberlerge ve ümmetlerge rozunu farz kılgan. Rozunu farz kılgan. Muşu rozunun farz kılınışı bizgi rozunun farz kılınışı okşaydı. Yani farz kılınış cihetten okşaş. Ama miktar cihetten, süpet cihetten, şekil cihetten okşamaydı. Elbette farklı. Çünkü ilgirki mesela Adem Aleyhisselam'a her ayda 3 gün aynıki Eyyamul Bid deb atalgan, yani aydın küllerde aydın bo'ladigan, yani 13. 14. 15. kunlarda ro'za tutish farz qilingan ekan. Mufassirlarning tafsiriga qaraganda. Va bundan boshqa ummatlarga Musa Aleyhisselam'a Ashura kunisi ro'za tutish farz qilingan ekan masalan. Ve yeni bilge ilgirki ummatlarning ro'zasi bilan bizning ro'zimizniki o'xshamaydigan tarafli
o'xshashlik tilipi hammasiga o'xshash farz qilinganligi o'xshaydi u. O'xshamaslik tilipi deganda ilgirki ummatlar ro'za tutgan vaqtida gap qilish shaklida ekan. Bunda masalan Maryam alayhissalomni ro'za tutgan chog'da men ro'za niyat qildim deganda gap qilmay inson gap qilmayman degan masalan. Zakariya alayhissalomniki haqidagi oyatimiz shu so'zlangan. Demak, ularning ro'zasida gap qilish shaklida ekan, ro'za tutgan gap qilmaydi ekan. Ondan keyin ikkinchisi ular renimi o'xshamas tilipi bizning ilk ummatlarniki ro'zadagi iftor vaqti hozirgi bizning kecha oldini qilib kelsa, kunduz keyin qilib kelsa emas, balki shu kecha bo'lib, yulduzlar osmonga chiqib, yulduzlar giralashgan vaqtga qadar unda iftor qilish halol bo'lgan ularga. İftorning vaqti kirdi ekan. Bizga undaq bo'lmaganligi Alloh taoloning rahmati bilan. Üçüncü xil o'xshamaslik tilipi qolsa desa, ilgirki ummatlarning ro'zasi va bizniki bir farq qilgan ro'zami avvalgi dastlabki mezgilda bosqichda qanday bo'lgan? Faqat shu iftor qilib bo'lgandan keyin xuftamgacha, oxirgi xuftamgacha vaqtgacha ham tomoq yegili bo'ladi, suv ichgili bo'ladi va cinsi münasebet ülkezgili buludu. Onundan keyin taki ertesini şu iftar kıldığı vakitçe tamaktan, içmekten cemaatin saklandığın gibi. İlgili ümmetlerin olursa bu şekilde. Hem de bizdeki ruzumuz bizgi pers kılınan ruza ahırkı mukarreleşken spiti şekli hazırkı bizdeki bu şakan şeklimiz yani to'g'ri tong ikkinchi tong rost tong otgandan tortib toki kun patqicha oraliqda yemakdan, ichmakdan va jimodan saqlanish. Mana bu shu ro'zamiz, bizning ro'zamiz. Kechalari hammasi bizga halol qilindi. Endi xo'sh, ilgirki ummatlardan demak Alloh azza va jalla buni yani ilgirki bu ro'za tutish sizlarga ham farz qilingan ish emas. Bu ro'za tutish sizlarning ilgirki ummatlar toki Odam alayhisolamning zamonidan toki sizlarga bo'lgan hamma ummatlarga ro'za tutish farz qilingan. Shunga ro'za bizga ham farz qilingan joy ekan, ilgirki ummat farz qilinmagan joy ekan deb qolmanglar. Balki sizlarga bir muncha osonlik bor deb yani ro'za tutishga undash va bu faqatlab sizlarga ham farz qilingan ish emas. Hammalarga bo'lag'liq shunga sizlarga joy juda tutinglar o'zini degan ma'ni chiqib turadi bundan. Endi Alloh taolo dedi la'allakum tattaqun dedi. Sizlarni gunoh ma'siyatdan saqlanamikin deb farz qilindi deb. Uzun farz qilishiga la'allakumni illat qilib keltirdi Alloh taolo. Ya'ni sizlarni gunoh ma'siyatdan saqlanarmikin deb ro'za farz qilindi. Musannif rahimahullohning dediği şeyde la'allakum tattaqun yani la'allakum tattaqun al-ma'asi فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها. Sizlarni gunoh ma'siyatlardan saqlanarmikin deb sizlarga ro'za tutish farz qilindi. Chunki ro'za tutish degan gunoh ma'siyatning bosh manbasi bo'lgan shahvatni sundiradi. Endi shu shahvat haqida shahvat degan nafsning o'zi Muşu nefsi şehvetni hakkında müfessirler aytgan ki Allah azze ve celle insanın nefsini yaratıp Allah azze ve celle soraydigan nefsden. Ey nefs sen kim men kim deydigan. Nefs deydigan ki sen men deydigan. Allah azze ve celle nefsini 1000 yıl aşu qarorati bu dunyoning o'tidan 70 neçesi ortiq bo'lgan do'zax o'tiga tashlaydi ekan. 1000 yil do'zax o'tida kelib chiqib bo'lgandan keyin nafsga Alloh taolo so'raydiganki, ey nafs sen kim men kim desa, nafs yana sen men deydi ekan. Alloh azza va jalla nafsni yani 1000 yil sovuq azobi, sovuq shu qarordan bu dunyoning sovuqidan necha ming hassa ziyoda bo'lgan Şu katlı, soğuk
azabı, soğuk azabı var cehennemge taşlaydı iken. 1000 yıldan keyin nefs açıkıp nefsini soraydı iken. Ey nefs sen kim, men kim degendeki nefs yana sen, men deydi iken. Onun için nefis Allah Teala nefsine yine 1000 yıl açlık yani açlık devzikiye alıp taşlaydı iken. Nefis 1000 yıl açlık devzikide kıynalgandan keyin nefsini Allah Teala açıkıp nefsini soraydı iken. Ey nefs sen kim, men kim dese nefs şu çağda deydigen ki men özleri bizning ulug' Parvardigorim, men bo'lsam o'zlarining ojiz qullari deb iqror qiladi ekan. Mana nefis shu qadimgi zamondan tortib nefsning jejisini biladigan, nefsni tizginlaydigan, nefs shahvatni boshqaradigan, kontrol qilib bo'lgan eng birinchi yo'l nima? Bu nefsni och qo'yib qiynash ekan. Bu ro'za tutishda atdigan tortib kechgacha bu nefsni tizginlaydigan, biraz yemaydigan bo'lg'achqa shahvatni tizginlashning eng birinchi yo'li shu ro'za tutish ekan. Şu sebepten Peygamber Aleyhisselam nima degan? Peygamber Aleyhisselam yoshlarga deganki, ey yoshlar jamoasi, sizlardan xotin ilishga, uylanishga qodir bo'lganlar uylansin. Chunki uylanish kishining ko'zini nomahramdan saqlaydi va haromga tushib qilishdan saklaydı. Kişini haram uçup kılısını saklaydı. Eğer xotin ilişqa, uylanishga sharoiti yer bermasa, ro'za tutsin. Çünkü ro'za tutish degan uning uchun uni harom uçup ketishini saqlaydigan saqlamchi bo'ladi. Degan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Mana muşu ro'za nefsini öldürüşteki en birinci derecelik kural. Çünkü Allah Teala bir şeyde leallekum tettekûn. Men takvadar bulaydık adam. Men takvadar bulaydık adam. Ro'zani o'ziga hamroh qilish kerak. O'ziga odat qilish kerak. Her payshanba, her dushanba, payshanba ro'za tutishni o'ziga odat qilish kerak. Payg'ambar alayhisalom her dushanba, payshanba ro'za tutadi. Her dushanba, payshanba ro'za tutadi. Peygamber Aleyhisselam düşenbe günü rüzgâsını sorusu alganda Peygamber Aleyhisselam düşenbe günü men tuğulgan gün. Şunun için Allah Teala şükür yetişirsidir bu şükürünü rüzgâ tutumen degen. Perşembe günü şu degende perşembe günü barlık emeller Allah Teala'nın heptilik emeller Allah Teala'nın dergahı kütürlüğün günken Peygamber Aleyhisselam benim emellerimden bu şükürde rüzgar halatının kütürlüşünü ümit kılmen degen. Mana şu sebepten düşenbe perşembe bu iki günde ro'za tutush alohida haftaning ichidagi alohida savob boshqacha imtiyozga erishgan. Shu sababdan har dushanba, payshanba ro'za tutishni o'zimizga hamroh qilishimiz kerak. Chunki taqvodor bo'lishga eng birinchi yordam beradigan narsa ro'zadir. Gunoh ma'siyatdan saqlanishga eng birinchi yordamchi ro'zadir. Shahvatni, nafs shahvatni sundirishdagi eng birinchi yordamchi ro'zadir. Xotin eplanmagan yaş balalarınki üzünün günah mesiyetini saklaştık en birinci yardımcısı ro'zadir. Hoş. Hem de Allah Azze ve Celle ikinci ayet kelime dedi ki eyyâmen ma'dûdât femen kâne minkum maridan ev alâ seferin fe'iddetun min eyyâmin ukhar ve alellezîne yutiqûnehu fidyetun ta'amu miskîn فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah Azze ve Celle deydi ki eyyamen ma'dudat, yani yuqorqi ilgirki ummatlarga farz qilingandek taqvodor bo'lishinglar uchun sizlarga bu farz qilingan bu ro'za qachon farz qilindi desa ayyamen ma'dudat, yani sanoqli kunlarda farz qilindi. Femen kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddetun min ayyamin ukhar. Hamdi sizlardan kimki kasal bo'lib qolsa, o'sha oy kelgan vaqtida kasal bo'lib qolsa, shu sababdan ro'za tutolmay qolsa, aw ala safarin aw ala safar yoki safar ustida bo'lib qolsa,
Şu sebepten roza tutanmay kalsa fe'iddetun min ayyamin ukhar. Onun gediniga başka küllerden boğan roza tutmagan küllerinin sani lazımdır. Yani bu qancha kun roza tutmagan bolsa, keyin keseli saqaygandan keyin yoki safardan qaytib kelgandan keyin shuncha kun sanab, shuncha kun qancha kun bo'lsa shuncha kun sanab roza tutishi unga adiniga farzdir. Qazosini tutish farzdir. Yuridullohu bikumul yusra. Alloh taolo sizlarga osonlikni iroda qiladi, sizlarga qiyinlikni iroda qilmaydi. Sizlarning bu muddatni, yani sanoqli kunlar bo'lgan bu oyning muddatini bir ayet aslı öteki mi? Ve alellezine yutiqunahu fidyetun ta'amu miskin. Bu roza tutuşqa, Ramazan rozasını tutuşqa taqat keltirolmaydiganlarga, taqat keltirolmaydigan, lekin taqat keltirolmaydigan turib roza tutmay iftar qilganlarning gadiniga fidyetun ta'amu miskin. Bir miskinga tamak berishdan ibaret fidye vacip buludu. Femen tetavva hayran fehuve hayrun leh. Kimki fidyani ziyade berse, yani yaxshilikni ziyade qilsa degan, yani fidyani ziyade berse, u fidyani ziyade bergani onun uchun yaxshiroqdir. Ve en tasumu hayrun lekum. Sizlarning roza tutishinglar sizlar uchun yaxshiroqdir. In kuntum ta'lamun. Agar roza tutishinglarning sizlar uchun yaxshi ekanligini biladigan bo'lsanglar, roza tutinglar degan bo'ldi. Endi bu oyat kelimadagi tafsirga kelsak, Musannif rahimahulloh deydiki, ayyaman degan Alloh taolaning ayyaman ma'dudat ki ayyaman degan qavli, bu ayyaman deb zivar o'qilgan. Nima uchun zivar o'qilgan desa, bis siyam, yani kutiba ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu degan Alloh taolaning kutiba alaykumus siyamu degan qavlidagi siyam mef'ul ma lam yusamma fa'il, naibul fa'il. Mushun naibul fa'il fa'ilniki emrini qiladi. Fa'il deganning mef'uli shi, agar fa'il mutaaddi bo'lsa, buning mef'uli bo'lishi lozim. Mef'uli bo'lishi lozim. Endi mef'ul ba'zida mef'ulun bih bo'ladi, ba'zida mef'ulun fih bo'ladi, ba'zida mef'ulun lah bo'ladi, ba'zida mef'ul mutlaq bo'ladi. Bu yerda mef'ulun fih bo'lag'liq. Ya'ni zarf deb ataladi. Yani bir atılışı zarf. Uygurca'da reviş deb ataymiz. Yani o roza tutuş kaçan farz bo'ldi desa, yani roza tutuş sanaqlı kunlarda farz bo'ldi. Bu Ramazan rozasını tutuş sanaqlı kunlarda, yani Ramazanның şu 30 gün yoki 29 kunida farz bo'ldi degan bo'ldi. Musannif birinci ayyaman deb javob qilsin, birinchi sababi mushu deb atadi. Yeni bir sabab yoki yeni bir sebebi, yani eğer bunda demezsek yeni bir sebebi, yani ev bisumu, hem de Allah Teala'nın ki sumu diyen bir söz ne? Bir eğer ayyamen ma'dudatını zor kılışı, sumu diyen takdir kılıngan sumu diyen bir buyruk fiilinin sebebinin zor kıldı dedi. Yani ayyamen ma'dudat diyen, yani silah sanaklık küllerde roza tutunlar. Sumu ayyamen ma'dudat diyen, sumu fi ayyamen ma'dudat diyen oldu yani. Silah bu sanaqlı kunlarda roza tutunlar deb sumu degan bir fiilni shu 5-dagi roza tutish farz qilindi degan siyam dalolat qilgan, sumu degan bir fiilni bu shekilda taqdir qilamiz, ayyaman ma'dudat deb zo'r qilganda. Lekin shu 5-dagi nimaga shu kutiba alaykumus siyamu degan siyamuga mutaalliq deb qarasak nihoyatda yaxshi. Xo'sh, endi ma'dudat degan Alloh taolaning ma'dudat sanaqliq kunlar degan, bu sanaqliq degan nima degan gap? Sanaqliq degan gap Uyg'urchada mu ikki xil ma'noni bildirdi. Xuddi shunday arabchada mu shunday. Uyg'urchada mu sanaqliq degan gap, buning sanaqliq kunlar qapti desa, yani buning kuni oz qapti degan ma'noni bildirdi. Oz kunlar degan ma'noni bildirdi. Yoki bu
Sanaqlı kunlar deganning yana bir ma'nosi, ya'ni muayyan, vaqti belgilangan, uchuq, sanaq qo'yilganda sanoqsiz kunlar emas. Hisob bor kunlar, muayyan uchuq ma'nosi nima? Ma'lum kunlar degan ma'noni bildiradi. Hamda Misha Musannif rahimahulloh bu yerda aytadiki, ma'dudat degan ya'ni qalail. Sanaqlı kunlar deganning bir ma'nosi az kunlar degan bo'ladi. Yoki muaqqatatin bi adadin ma'lum degan ma'lum son bilan vaqt to'xtatilgan kunlar, ya'ni ma'lum kunlar. Yoki sanoqli degan ya ma'lum yoki nima oz kunlar degan. Har ikkini ma'nosi bor endi. Chunki bu oz kunlar, bu ma'lum kunlar bo'lsa Ramazon oyi. Ramazon oyi bugun minni kip bo'lib indin chiqib ketadi, nihoyat oz amaliyotda. Bu kunni oz kunlar deyish sabab shu vaqtida yangi farz qilingan bo'lg'achqa Ramazon oyi ularga bir tasalli bo'lsin, ular bir shu ibodatni jiq sanab ketmaslikka foydasi bo'lsin deb bu oz kunlar deb shuni bir tasalli sifatida deganlik. Amaliyotda bu nihoyat oz. Bu kun bir 12 oy qolganda oz. Nihoyat tez o'tib ketadi. Yeni bir ma'nosi, ya'ni ma'lum kunlar. Anda ma'lum emas. Masalan, Laylatul Qadr kesinlikki bir oyning ichida qachon o'tishi ma'lum emas, ya'ni uchuq emas. Anda emas, ya'ni bu bir oyning ichida Ramazon oyi ma'lum. Yani ya 29 ya 30 gün buludu. Bu ma'lum kunlar degan bo'ldi. Ve hiya Ramazan. Endi bu ma'lum kunlar bu sanoqli bo'lgan va ma'lum bo'lgan bu kunlar bo'lsa Ramazon oyidir. Ammo Ramazon degan asli bu 12 oyning birining ismi, 9-oyning ismi, qamariya kalendarindagi 12 oyning 9-oyning ismi Ramazon deb ataladi. Ramad degan gap asli ramad ko'ydirish, kuyish degan gap. Shu tuguning botlig'ining pochiqi kuyib turolmaganlar Ramazon deydi. Hamda bu shu xuddi o't binasini ko'ydirib-tugutayotgandek Ramazon oyi insonning gunohlarini ko'ydirib o'tadigan mundaq bir oy bu Ramazon. Bu Ramazon degan o'qilishi Ramazon g'ayr munsirif. Arab grammatikada g'ayr munsirif. Ramazonu Ramazona deb o'qiladi, Ramazoni deb o'qilmaydi, Ramazonun deb o'qilmaydi. Chunki buningda alamiyat bilan Ramazon degan ismi alam. Ya'ni bu xos ism. Anladın? Undan keyin buningda alif bilan nun kelgan. Usmana degandek alif bilan nun kelgan. Shu sababdan bu g'ayr munsirif bo'lgan. Endi bu Ramazon oyi. Chunki bundan keyingi oyatda Alloh taolo bizga shahr Ramazon deb sifatlab berdi. Nima keldi bo'lsa, biz siyam deb desab alif lam bilan keldi. Siz rus tutuşda bunu biz Ramazan rusunu tutuşda ma'no etdik. Chunki alif lam ahd zihni. Bu ay boyliq roza bo'lsa, yani Ramazan eniki Russi degan bo'ldi. Endi Alloh taolo musannif bizga bu sanoqli kunlar degan oz kunlar deb tafsir qilib, buniki illatini bayon qildiki va qallalahu tashilan alal mukallafin. Yani shariat taklif qilingan mukallaflarga osonlashtirish uchun bu oyni oz deb berdi. Oz dedi Alloh taolo deydi. Faman kana minkum, endi kimki sizlardan shu oy hozir bo'lgan vaqtida, shu oy kirgan vaqtida malidan degan kasal bo'lib qolsa, ya'niki kasal bo'lib qolsa yoki ala safar ustida bo'lib qolsa, ya'ni musofir bo'lib qolsa, ya'ni qasr qilinadigan. Ya'ni bir odam 3 kunduzlik yo'lni niyat qilib, mingib o'ziniki shu yurtiniki uy imoratlaridan uzilib chiqsa, shu vaqtdan boshlab namozni qasr qiladi. Mana shunda safarda musofir bo'lib qolsa va ajhadahu as-sawm fil halayni, bu odamni har ikki holatda, ya'ni kasallik holatida yoki musofir safar qilgan holatida ro'za tutish jafoga mushaqqatga tashlasa, mushaqqatli bo'lib qolsa, bu odamga ro'za tutish ani iftor qilsa deyotadi. Endi bu Imom Shofiy rahimahullohning mazhabidir. Bizniki mazhabimizda chu desa ikkili holatda. Tabiiyki kasalda ro'za tutsa, kasalining ig'rilishib ketishiga yoki uzunga suzilib ketishiga olib qolsa, bu kasal ro'za tutmaydi. Fidya beradi har kunligiga. Am safarda chu desa musofirniki musofirga bo'lgan bu ruxsat, musofirning ro'zasining
Uniki mushaqqatga tashlashi yoki tashlamaslik bilan aloqasi yo'q. Mushaqqatga tashlasin yoki mushaqqatga tashlamasin, buniki ro'za tutmaslik huquqi bor. Ro'za tutmaslik ruxsat qilingan. Qo'y qiyin bo'lsin, ro'za tutish yoki oson bo'lsin, ro'za tutmasa bo'laveradi, hech qanday gunoh ko'rolmaydi. Ruxsat uni am. Ammo ro'za tutishi agar bunda jafodi qolmagan, mushaqqat qolmagan ahvolda ro'za tutishi afzal musofirning. Ammo u ro'za tutsa jafodi qoladigan, qiynab qoladigan, kasallik ijtimoiy bo'lib qolgan chaqda ro'za tutmasligi afzal. Xo'sh, endi Alloh taolo bunda endi har ikki holatda bunda bu ro'za tutolmay qilib fa'aftar degan ro'za tutolmay qolsa, kasallik sababli yoki safar sababli fa'iddatun min ayyamin ukhar degan, ya'ni fa'alayhi iddatu ma aftara min ayyamin ukhar. Yani onun gadiniga boshqa kunlardan bo'lgan iftar qilgan, iftar ro'za tutmagan kunlarining soni lozimdir. Degan gap, ya'ni onun gadiniga boshqa kunlardan iftar boshqa kunlardan o'zining ro'za tutmagan kunlarining sonicha ro'za tutishi lozim. Yani şu 5 gün tutanmagan bo'lsa, şu 5 günning 10'ga boshqa kunlardan saqaygan vaqtida yoki musofirlik muqim bo'lgan vaqtida 5 gün sanab ro'za tutib o'tishiga lozim degan bo'ldi. Va alallazina yutiqunahu. Endi ro'za tutishga taqat keltira oladiganlarga, ya'ni ro'za tutishga kuchi yetadigan, kasalma emas, chami yetadigan turib, taqat keltirib turib ro'za tutmaganlarga şu dese onunla her küldeki bir miskinga tamak bilişi, bir miskinga tamak fidye bilişi vacip oldu. Hem de bu hüküm kanda hüküm. Dese ro'za tutuş İslam dinindeki hükümler Kur'an-ı Kerim 23 yıl jaryanida nazil bo'lgan. Xuddi shuningdek 23 yıl jarayonida her bir hükümler bir yıl tushmagan. Asta tushgan. Harakның haram bulunuşı mu bir vasıta haram bulunmagan. Dastlabda yani harakniki paydasıdan ziyni köp deb boshlangan. Asta harak qat'iy şekilde haram qilingan. Xuddi shuningdek ro'zumu dastlabdagi bosqichda ro'za sog'-sog'lom turib ro'za tutmaydiganlarga fidya bilish. Ro'za tutganlarga fidya vacip bo'lmaydigan, ro'za sog'lom turib, ro'za tutishga kuchi yetadigan turib, ro'za tutmaganlarga bir kunlik bir miskinga tamoq berish deb fidya bilan mujda holatda farz qilingan. Lekin shu chaqda meni ro'za tutishning afzalligiga qiziqtirilgan. Keyingi oyatda Alloh taolo buni amaldan qoldirib, ro'za tutishga taqat keltira oladiganlar eğer ro'za tutmasa fidya basi bo'ldi degan bu hukmni amaldan qoldirib, bu oyga hozir bo'lgan odamlar kasallab qolsa yoki safar ustida bo'lsa fidya beradi. Ammo nima safarda bo'lsa, kasallab qolsa yoki safarda bo'lsa, uni keyin qazo ro'zasini tutadi. Ammo taqat keltiradiganlarning gapini o'zi tilga olmadi. Ya'ni tilga olmaganligi bu amaldan qoldirildi. Taqat ro'za tutadiganlarga bir miskinga taom berish degan mahkum amaldan qoldi. Mana bu shu. Endi musannif rahimahulloh bu yerda bu oyat kalimani qanday tafsir qiladi? Va alallazina la yutiqunahu deb, ya'ni mushu hukmni amal mansukh qilinmaydigan shaklda yana bir tafsir bor bu oyatdagi. Shuni amal mansukh qilmay ikki hukmga amal qiladigan shaklda tarjima qilyotdi, tafsir qilyotdi. Va alallazina yutiqunahu degan Alloh taolaning qavlini va alallazina la yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin deb tarjima qilyotdi. Ya'ni bu ma'nosi, ya'ni ro'za tutishga taqat keltirolmaydiganlarning gadiniga bir miskinga tamoq berishdan iborat fidya vojib bo'ladi dedi. Bu chaqda amaldan qoldirilmaydi. Ya'ni ro'za tutishga nima sababdan qodir bo'lolmaydiganlar desa, ya'ni yeshi cho'ngib ketganlik, fani. Yeshi cho'ngib ketganlik sababidan yoki kasal saqayish umid qilmaydigan, saqaymas kasallikka kelib olib qolgan sabablik ro'za tutishga chami yetmaydiganlarning gadiniga nima vojib? Bir miskinga
tamak bilishi fidya qilib tamak bilishi vojib. Agar kasal saqlashi umid qilingan kasal bo'lsa, u saqib bo'lgandan keyin qazosini tutadi tabiiyki. Ammo saqaymas kasalga, bu saqayish umid qilinmaydigan kasalga kelib qolgan bo'lsa, yoki yesh cho'ng ketgan shay fani bo'lsa, bu fidya beradi. Deb Musannif rahimahulloh ma allazina yutiqunahu di ataqa yutiqu degan fe'lniki beshiga ataqa ya'ni la degan yutiqunahu la yutiqunahu degan ladin bilan taqdir qilgan. Ammo desa bu Qur'onga yo'q gapni qatadigan bo'ladi, desanglar bo'lmaydi. Nima qilganda chunki af'ala yuf'ilu babi arab tilida salb ma'nosi bor. Ya'ni ba'zida bu fe'l mutaaddi bo'ladi asosi. Masalan, bir odamga qo'lni yuvib bo'lgandan keyin bizda ashqalloh, hashqalloh degan bir gap bor. Hashqalloh degan aslisi ashqalloh. Ashqalloh deganda unda qarasa Alloh sizni shaqiy qilib olsin degandek chiqadi ma'nosi. Amaliyotda bu yerdagi ashqalloh degani Alloh taolo sizdan shaqiylikni tatib ilib olsin. Alloh taolo sizni shaqiy qilmasin degan bu ma'nosi. Yani self uchun keladi. Yani af'ala babının hamisi ba'zida self uchun keladi. Yani tartib şu bir sifatni, şu sifatning vujudidan tatib ilib o'tish, yo'q qilib o'tish uchun keladi. Miyadagi ataqa yutiqu degani la yutiquna, yani taqati yo'qlar. Taqati tatib ilinganlar. Kuch chami tatib ilinganlar, kuch ro'z tutishga chami yetmaydiganlar. Ondan ya yaşı 90 ya 80 yaş kelib qolganlik sababidan şeyh fani yoki saqaymas kasal ko'p bo'lib qolish sababidan bunda bo'lib qolganlar. Chunki nima qilsa saqaymas kasal deymiz, chunki agar saqaydan kasal bo'lsa beshtiki kasalniki qazo tutish bobi kirib ketadi. Va saqaymas kasal ko'p bo'lib qolganlar mana bularni nima qiladi desa kulligiga hisoblab bir miskinga tamoq beradi. Endi Musannif rahimahulloh deydiki, ay bu bir miskinga taom bilish degan, tamoq bilish degan qanday desa, ya'ni şu miskin bir kunida yeydigan tamog'ini beradi. Va huwa muddun min g'alibi qutil baladi li kulli yawm. Bu bir miskinning yeydigan tamog'i bo'lsa, shu shaharda har qanday odam yashagan shaharniki eng ko'p qo'llaniladigan yemekligidan har kuniga bir mud tamoq berish. Bir mud. Bir mud degan endi bir mud degan qanday aylimiz qancha keladi desa, bir sa. Sa'dan boshlaymiz. Bir sa 4 mud bo'ladi. Bir sa 4 mud. Bir mud 2 ratil bo'ladi. Andaganda bir sa 8 ratil. Endi buni taxmincha hisoblasak, bir ratil qancha gram desa, bir ratil 455 gram. Alloh taolo taxmin ziyoda qilganlarga faman tatawwa fa khayrun lak ziyoda qilgan yaxshi degandan keyin fidyani biz 455 gramni 500 gram qilib olsak, ya'ni yarım kilo. Bir mud bir ratil 500 gram bo'lsa, bir mud 2 ratil. Ya'ni bir mud 1 kilo degan bo'ldi. 1 kilo tamoq degan bo'ldi. Musannifniki mazhabi Shafiy mazhabida ya'ni 1 kilo tamoq bo'lsa buludu deydi. Shu bu shahar bir shaharda ko'p qo'llaniladigan tamoqdan 1 kilo tamoq degan bo'ldi. Endi bizning mazhabimizda cho'q desa, bu yani bununla buğday verse yarım sa buğday. Yarım sa buğday. Yani bir sa degan hamda inchki hisoblasak 455 gram bo'lganda bir sa 3 kilo 640 gram. Ama ziyade qilib kasr salarni butunlay o'tib hisoblasak bir sa 4 kilo, 4 kilogram. Yarım sa buğday degan 2 kilo buğday. Agar xurmo verse bir sa. Xurmo verse bir sa, xurmo apa boshqa narsa verse bir sa, buğday verse yarım sa. Endi hozirgi tamoq deb Alloh taolo tamoq degandan keyin bir miskinga Ramazonda berilgan narsa bo'lsa bu. Bir miskinga tamoq berish degan gap hozirgi zamonda masalan bir miskinning tamoqi bir folo, masalan bir folo hozir bizniki turayotgan Makka Mukarrama shahrida qanday hisoblanadi desa, polo shu shaharniki eng ko'p qo'llaniladigan tamoqi polo. Butun dunyoda poloni hamma polo yemaydigan yer yo'q. Shuning uchun gurunja asos qilingan bu masalada bir odamga 20 riyal yani. 20 riyalga bir yerda bir polo andın go'sht besilgan bir polo keladi. Buni ba'zida 15 riyalga asl ishimni suvidan qo'shib, yani 20 riyal o'lchamlik. Bir odamga ya şu bir polo
göçüp ısılgan bir pulu bäsi buludu. Bäziler zo'luq, iptallık degenlermi var. Bäziler bir wagtlyk degenlermi var. Goşuk toýgyday bir gün ýeýdigan näse degenim bar. Eger bir gün diýdigan ýani etdigen zo'luq, iptallyk hesaplap berse, o çagda 15 riyaldan 30 riyal hesaplanады. Eger bir wagt hesaplap berse 20 riyal hesaplanады. Eng ýaxşysy 2 wagt tamak bergeni ýaxşy. Allah taala ziyade bergeni ýaxşy diýerlik üçin aşı zo'laqqa keşgullygyda iptallyk keşgilep 15 riyal hesaplap 30 riyal berse muşu rozu tutup kesel sebeplik keyin saqayışın ümidi ýok bolgan yaş çoňup galan sebeplik rozu tutanmaganlar küllük 30 riyaldan fidye hesaplap berse bu ajaýyp ýaxşy, gädenden ýaxşy sakt bolgan bolady. Endi bizge musannif qiraat hükmini bayan deydi ki ve fi qiraatin bi idafati fidye. Yani bir qiraatda fidyetun ta'amu miskinin deb manda kemmey fidyetu ta'amu mesakin deb manda ibaret qululuk. Ama fidyetun ta'amu miskinde iki ibaret, iki qiraat caiz. Bir fidyetun ta'amu miskinin, bir fidyetun ta'amu mesakin. Lakin fidyetu ta'amu mesakin de bu çağda bir qiraat fakat fidyetu ta'ami mesakin de. Ama birinci qiraatda fidyetun ta'amu miskinin desek biyatki ta'amu miskinindeki musannif bizge ta'amu miskinini bedel fidyetun yani atfı bayan qıpadı. Fidyeniki atfı bayan, ta'amu miskinin atfı bayan, fidyetun ma'tuf buludu çağda. Ama yaki bedel fidyetun mubdel minhu ta'amu miskin bedel buludu. Ama eğer fidyetu ta'ami miskinin ise uçağda idafeti min bayani buludu. Musannif dedi ki fi qiraatin bi idafeti fidye. Fidyeni idafet kılışılan fidyetu ta'ami mesakin de ve hiye lil bayan. Bu idafet uçağda bayan için buludu. Yani fidyetu min ta'ami miskin diyen buludu. Mesakin diyen buludu mezdeydi. Emdi musannif rahimahullah ben 5 sözlep ötken alellezine yutiqunahu degenlik 5 tiki sözlep ötken kaidine ikinci köz qaraşqa yani vakile dep gatdy. Yani bu bir az acizrak köz qaraş dep yani vakile ve başka mufassirlerin aytışıcağı da otudu. La yani meşedeki ve alellezine yutiqunahu la degen söz takdir kılınmaydı. Ve alellezine la yutiqunahu deyilmeydi yani roz tutuşqa taqat keltirenmeydiganlar fidye birdu demeymiz bunu. Belki roz tutuşqa taqat keltiradiganlar fidye birdu de ma'ni etimiz. Nimiş qalsa çünkü ve kanu muhayyelina fi sadril islam. Çünkü sahabeler İslamның iftidai İslamda yani İslamның baş mezgillerinde ihtiyar bilgen idi. Rozu bilen fidye birsin arasında. Halısı rozu tutatdı. Eğer halısa fidye birisi bulattı. Andınkin bu hüküm ruzu ne? Allah Teala'nın femen şehide minkumuş şehra fel yasumhu diyen ayet bilen bu hüküm emelden kaldırıldı. Fidye biriş emelden kaldırıldı. Fidye biriş emelden kaldırıldı fakat ruz tutuşlam kaldı. İbn Abbas radıyallahu anh diyen ki illel hamile vel murdi. Fakat lam kurs khıdıba ayal balı imitidgan ayal bu iş kelen iza eftarata yani bu iş kelen ruz tutmasa kavfen alel veled balısını ensirep yani balısını kesel eğir yenik bulup kesellap kılışını ensirep kuskuduba hamildar ayal bilen balı imitidgan ayalla ruz tutmaya kalsa fe inneha baqiyetun fidye biliş muş ayal kişineki balısı ve ayal bilen balı imitidgan ayal bilen hamildar ayalının hakkı da emelden kaldırılmalık. Lakin başkanlık hakkında emelden kaldırıldığı hikayet bilen dep şuna diyen. Yani demek bu İbn Abbas radıyallahu anh'ın makavli boyunca eğer hamildir ayallah, balı imitidgan ayallah Ramazan ayda ballarının kesallap kılışını ensirirse yani koşkudaki balınınki sağlamlığa tesir yetişin koruksa bu rozu tutmay onu fidye verse onuğa fidye verse buludu diyen hüküm çıkadı.
Femen tetavva hayran. Kimki yaxshilikni ziyoda qilsa degan bo'ldi. Ya'ni bu yerdagi yaxshilikni ziyoda qilsa degani biz ziyadati alal qadaril mazkuri fil fidya. Yani fidyada, yani mazkur fidyada, yani bir miskinga tamoq berish degan mazkur fidyada miqdorni ziyoda bersa, bir miskinga tamoq berib, ikki miskinga tamoq bersa yoki bir miskinga bir vaqt tamoq bermay, ikki vaqt tamoq bersa, qo'zg'u to'yg'icha jiqaroq bersa, men deganda 20 riyal bermay, 30 riyal yoki 30 riyal ikki vaqt puli bersa, fa huwa bu ziyoda berganligi xayrul uning uchun yaxshiroqdir. Ve en tasumu hayrul lekum. Hem de ve en tasumu yani sizlarning ro'za tutquninglar sizlar uchun yaxshiroqdir. Ve en tasumu degan so'z Alloh taoloninki mubtada, yani bu yerdagi mubtada, yani siyamukum deb en masdar, buni masdarga ta'vil qilamiz, yani siyamukum sizlarning ro'za tutquninglar. Buni xabari qaysi xabari hayrul lekum sizlar uchun yaxshidir. Yani iftor qilgandan, fidya bergandan, sizlarning ro'za tutmay iftar qilib, ondan keyin fidya berganlardan sizning ro'za tutquninglar yaxshidir. Endi bu yerdagi va anta sumu xitob kimga desa, mufassirlar deydiki, ba'zilar deydiki, bu yerdagi yani sizlarniki bunda ixtiyor berilganlar, ro'za tutishga qodir bo'lgan turib, taqat keltirgan turib, fidyani ixtiyor qilganlar bilsanglar sizlar ro'za tutsanglar sizlar uchun yaxshi. Mana bu eng kuchli ehtimol. Endi ba'zilar deydiki, safar ustida bo'lganlar ro'za tutsanglar yaxshi deb mudavat qildim ba. Lekin har ehtimolda mush kinki badiq, ya'ni mushu ro'za tutishga kuchi yetadigan turib, kuchi yetadiganlar. Qo'y safar ustida bo'lsin, qo'y ishqada bo'lsin, ro'za tutishga chami yetadigan hech qanday bir jafo mushaq ro'za tutish orqali jafo mushaqqatga qolmaydiganlar bo'lsa, ro'za tutquni yaxshi. In kuntum ta'lamun, agar sizlar ro'za tutishni sizlar uchun yaxshi ekanligini biladigan bo'lsanglar, faf'aluhu. Yani bu yaxshi ishni qilinglar, ya'ni ro'za tutinglar deb o'tadi. Alloh taolo undan keyin bizga 5 dan tortib mubham keltirgan, sizlarga ro'za tutish farz qilindi, sanoqli kunlar degan mushu kunlarning bu qaysi ro'za ekanligi va qaysi kunlar ekanligini texim uchuq bayon qilib deydiki, shahru ramazonallazi unzila fihil qur'anu hudan linnasi va bayyinatin minal huda vel furqan faman shahida minkumush shahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله عز وجل ديدكي الله تعالى ديدكي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Yani biz 5-de so'zlab o'tgan sizlar ilk ummatlarga farz qilingandek sizlarning taqvodor bo'lishinglar uchun sizlarga farz qilingan, sizlarga ro'za tutish farz qilingan bu oy va sanoqli kunlar bo'lgan bu oy insoniyatga hidoyat bo'lgan ve hidoyatdan haq bilan botilning arasini ayıradigan fasildan iborat bo'lgan uchuq oshkora oyatlar bo'lgan Qur'oni Karim nozil qilingan Ramazon oyidir. Evet Allah Teala. Yani bu ayda Qur'oni Karim insoniyatga hidoyat bo'lgan, haq bilan botilning arasini ayiradigan uchuq oshkora oyatlik Qur'on Karim nazil kılıngan şundak bir hürmetlik bir aydır. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Kim ki sizlerden bu ayga hazır buludiken bu ayda ro'za tutsun. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Kim ki sizlerden kesel bulup kalsa ya ki sefer üstünde bulup kalsa bu adaki vaxtıda şu sebeplik ro'za tutanmagan bolsa
başqa kunlardan bo'lgan ro'za tutmagan kunlarning muddatida ro'za tutsin. Fa'iddatun min ayyamin ukhra degan onun gədiniga başqa kunlardan bo'lgan ro'za tutmay qolganlarning kunning soni bo'yicha ro'za tutish vojibdir degan bo'ldi. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Alloh taolo sizlarga osonlikni iroda qiladi, sizlarga qiyinlikni iroda qilmaydi. Valitukmilul iddata valitukabbirullaha valitukmilul iddata valitukabbirullaha ala ma hadakum ve leallekum teşkurun. Allah taolo sizlarga bu ayda ro'za tutishni yana shuning uchun farz qildiki, iddatni komil qilishinglar uchun. Ya'ni bu oyniki muddatini, ya'ni 30 kun Ramazon bo'lsa to'liq 30 kun. Agar 29 kun bo'lsa to'liq 29 kun komil to'liq ado qilishinglar uchun farz qildi buni. Alloh taolo sizlarga. Ve litukabbirullaha ala ma hadakum. Ve yana to'liq 30 kun ro'za tutib bo'lgandan keyin Alloh taologa sizlarga shunday ro'zadan iborat katta amal ibodatga hidayat berib yo'l boshlab qo'yganiga shukr aytish yo'sidan takbir aytishinglar uchun Allohu akbar deb aytning takbirlarini aytish uchun bu ro'zani sizlarga farz qildi. Ve leallekum teşkurun. Ve sizlarni bir shukr aytamikin deb bu ro'zani sizlarga Alloh taolo farz qildi. Musannif rahimahulloh deydi ki bu ayet kerimenin tefsirinde Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Bu şundak bir aydır ki, bu bir şundak yukarıdaki ro'za sizlarga ro'za tutish farz qilingan, ilgirki ummatlarga farz qilingandek sizlarga ro'za tutish taqvodor bo'lishinglar uchun ro'za tutish farz qilingan bu ay, sanaqliq kunlar bo'lgan bu ay, ma'lum kunlar bo'lgan bu ay bo'lsa Ramazan ayidir. Bu Ramazan ayi şundaq bir ay ki bu ayının ulug' bo'lib ketishidagi sabablardan biri bo'lsa unzila fihil Qur'an. Bu ayının içinde Kur'an-ı Kerim nazil kılıngandır. Yani bu ayının içinde Kur'an-ı Kerim Levhul Mahfuz'dan dünya asmınıga Ramazan'ın içindeki Leyletul Kadr gecesinde nazil kılıngandır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de inna enzelnahu fi Leyletul Kadr. Allah ayeti bir söyle nazil kılgan. Yani biz Kur'an-ı Kerim'de Leyletul Kadr gecesinde nazil kıldık diyen. Bugün olsa Leyletul Kadr olsa Ramazan'ın içi de iyiydi. Huden linnas diyen ki huden linnas diyen yani halun hadiye mined dalale ve hal bu. Huden bir yerdeki hadiyen diyen manadır. Yani insaniyetini azgulluktan doğru yolga başlayan haleti de diyen oldu. Ve beyinatin minel huda diyen beyinat yani uçuk aşkara ayetlik. Minel huda İkinci hudacı dese yani insaniyetini hakikat boğan hükümlerge, hakikat boğan, hak boğan hükümlerge başlaydıgan Kur'an diyen oldu. Ve minel furqan yani, minel huda vel furqan yani ve minel furqan yani, furqanın ibaret boğan Kur'an oldu yani, hak bilen batının arasını ayırdıgan, fasıl boğan, bunda uçuk, bunda süpetli Kur'an nazil boğan bir aydı orada. Yani Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yani bu aynı süpetleşin Allah Teala bu ayının ululuğunu bildiriş için bu ay şundak bir ulug' ay ki bu ayda Kur'an-ı Kerim nazil boğan desimi yetetti Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den süpetledi yani bu ayının ululuğunu bildiriş için Kur'an'lam da koymay yani insaniyetki hidayet boğan ve ayetleri uçuk aşkarı boğan ve barlık insanlar ne miydi dinin hükümlerine başlaydıgan dinin hükümlerini köstüpürden uçuk aşkar ayetleri var. Hakulen batının arasında ayrıldıgan fasıl boğan başında ulug' mukaddes Kur'an-ı Kerim düşken ulug' bir aydır. Evet Allah Teala. Depala bu ayının kadri bizden yetkisi için. Ondan keyin femen şahid emni. Anda var bunda ulug' ay kigendiken fe sebep. Muşunda ulug' ay kigendiken demiş kılısıyla femen şahide minkum. Her kanda kalem siladın muş ayga hazır olsa yani muş ay
biz ayga kirmaymiz asli. Ay bizga kirdi. Yani demek çok ne? Har qanday odam istadi, shu ay hozir bo'lsa degan gap, ya'ni shu ay kelsa, shu odam yashayotgan mezgilda falyasumhu. Bu odam shu ayda ro'za tutsin. Va men kana maridan, kimki kasal bo'lib qolsa yoki safar ustida bo'lib qolsa, shu ay kelgan vaqtida shu sabablik ro'za tutmay qolgan bo'lsa, faiddatun min ayyamin ukhar. Qancha kun ro'za tutmagan bo'lsa, boshqa kunlardan, ya'ni kasal saqlagan kunida, saqlagan vaqtida, musafir muqim bo'lgan vaqtida boshqa kunlardan qancha kun ro'za tutmagan bo'lsa, shuncha kun sanab ro'za tutsin, qazosini tutsin. Alloh taolo bu yerda shu faman shahida minkum shahra falyasumhu ve men kana maridan ev ala seferin faiddatun min ayyamin ukhar degan ma so'zni, ma qavlini tekrar keltirdi. Nima takrorlab keltirdi? Çünkü amdima kinki biz A5'te ma kinki ayet şahr Ramazan'ellezî degan ma ayet 5'teki ayetdeki hükmünü emadın qaldığan tilavetini emas, hükmünü emadın qaldığanlıqmı tekrar keltirişi sebep. Çünkü ma bu yerde emadın qaldırılığını faqatlam ve alellezîne yutiqunahu fidyetun ta'amu miskin. Yani ro'za tutishga taqat keltiradigan turib, ro'za tutmaganlarning gardiniga bir miskinga tamoq berish vojib bo'ladi degan hukm ham amaldan qoldirildi. Shu sababdan bu yerda qayta takrorlab keltirdi. Faqat va alallazina yutiqunahu degan oyat shu jumla ham bu yerda so'zlanmadi. 5'teki ikisi sözlendi. Nima uchun desa, hamma o'ylamoqchi, kasalniki ma safarning hukmi bilan amaldan qoldirilgan chig'va deb gumon qilinib qolmasin deb, ama ishkelenning hukmi amaldan qolmadi, bu yeni bor, lekin amaldan qoldirilgan faqatlam ro'za tutishga chami yetilgan turib, ro'za tutmaganlarniki fidya bersa bo'ladigan ma hukmi amaldan qoldirildi deganni bildirish uchun ma'ni takror keltirib ani keltirmadi. Yuridullohu bikumul yusra. Alloh taolo sizlarga osonlikni iroda qiladi. Ve la yuridu bikumul usra. Sizlarga qiyinlikni iroda qilmaydi. Veliza abaha lekumul fitr. Yani demek ki Allah taolo sizlarga osonlikni iroda qilgani uchun, qiyinlikni, jafo mushaqqatni iroda qilmagani uchun sizlarga kasallab qolgan odam, safar ustida bo'lib qolgan odam ro'za tutmasa bo'ladi deb ruxsat berdi. Bir Allah taoloniki oson qilib berishniki. Ve likavni zalik fi ma'na illati aydan lil amri bis sawm. Yani bir Allah taolo sizga osonlikni iroda qiladi, sizga qiyinlikni iroda qilmaydi deganniki yana bir sabab. Yani Allah taolo sizlarga bunda safarda kasallab qolgan vaqtda ro'za tutmay qolsa, kinkilan tusubu deb ruxsat chiqib bergani, sizlarga osonlikni iroda qilganligi, qiyinlikni iroda qilmaydiganligi. Yana biri bu Allah taoloniki sizlarga bu ruxsatni berganligi, buni ro'zani komil qilishinglar uchun. Bu ruxsatni berganligi, sizlar ro'zani yarım yo'lda qilolmay to'xtab, qilolmadik qamida, onu tutulacak yo'q deb yarım yo'lda qolib qo'ymasliginglar uchun. Balki to'liq tutishinglar uchun bu ruxsatni berdi. Ya'ni vali tukmilul idda. Bu iborat ikki xil iborat o'qish joiz bu yerda. Vali tukammilu, vali tukmilu deb ikki xil qiroat joiz. Ya'ni agar bunda safar yoki kasal sababli ro'za tutmay qolsanglar, tutmay qolgan kunni kinki kunlardan sizlar saqlagan yoki muqim bo'lgan kunlardan to'liq tutishinglar uchun bu ruxsatni berdi degan bo'ldi emas. Bu ruxsatni. Bu osonlikni shunga berdi. Vali tukmilul iddata, yani Ramazan ro'zasining iddatini, muddatini kamil tutishinglar uchun. Vali tukabbirulloha ala ma hadakum. Ve şu Ramazan ro'zasini kamil tutib bo'lgan vaqtingizda Alloh taoloning sizlarga hidoyat berganiga, o'zining dinining alomatlarini ko'z tutib berganiga takbir aytishinglar uchun ve Alloh taologa sizlarga bunday oson qilib berganiga ve din ro'zadan iborat katta amal ibodatni sizlarga ko'z tutib berganiga shukr aytishinglar uchun Alloh azza va jalla sizlarga bunday ro'zadan iborat katta ibodatni farz qildi ve sizlarga bunday ruxsatlarni, bu ibodatni ichidagi yuz bergan ba'zan bir ahvolda bo'lgan bu osonlik hukmlarini Alloh taolo sizlarga chiqarib berdi. Endi ba'zi mufassirlar aytadiki, "Vali tukmilul iddata va li tukabbirulloha ala ma hadakum" deganga, ya'ni hayit namozining takbirlarini aytish, 30 kun ro'za tutib bo'lgandan keyin yoki 29 yoki 30 kun oy qarab to'liq tutib bo'lgandan keyin
Onu keneden heytinin tekbirlerini eytiş. Dep da menet kallamu hem ba. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamdu dep. Heytte yani şükür edişinler için, tekbir edişinler için digendeki bu tekbir olan şükür. Hamd muş ayetinin hükümeti çıkan, işaret manasını çıkan doğur. Digenler var. Demek ki iki xil ma'nini bildiryapti bizga. Yani biri Allah Taala'nınki sizlarga mushundaq osonlikni iroda qilishi, qiyinlikni iroda qilmaganlik uchun sizlarga bu ro'zada kasallab qolgan yoki safarsiz bo'lib qolganlarga keyingi kunlardan qazosini tutsa bo'lganlikni iborat bu osonlikni berdi. Bir. Ikkinchi bu osonlikni bo'lishning ikkinchi sababi Allah Taala'nın bergan sizlarga qilgan bu farzini komil ado qilishing uchun. Yerim yolda endi qilinmadik deb to'xtatib qo'ymay, agar qilinmay qolsanglar shuni hisoblab qo'yib, keyingi kunlarda onu to'ldirib olib, shuni to'liq qilishinglar uchun farz qildi degan ma'noni ko'rsatmoqchi. Uchinchi xil ma'nosi bo'lsa, ya'ni Alloh taolo bu ibodatni komil qilsin deb sizlarga osonlikni iroda qiladi, qiyinlikni iroda qilmaydi. Bu ibodatni komil qilsin deb farz qildi. Bu ibodatni komil qilib bo'lgandan keyin Alloh taologa shukr aytib, Alloh taologa takbir aytinglar. Heyt namozini tekbirini aytinglar degan ma'noni chiqarmoqchi. Demek Allah Azze ve Celle'nin kalamı intayil kıska lekin acayip ma'nilarni çıkargan biz vaqt münasebet bilan bugungi darsimiz bir şeyde ahırlaştı. Endi şu ayet kerishniki sebebi bilan bu dersimiz bir şey udulunuptu. Allah Teala'ga şükürler olsun. Allah Teala bu ayda hammamizning yaxshi amal ibodat qilishni nasib qilsin. Bu ayning qadr qimmatini bu sanoqli bo'lgan nəhayət üzü qısqı bo'lgan, az bo'lgan, qimmatli bo'lgan, ulug' bo'lgan, bu ulug' Qur'oni Karim nozil qilingan, butun insoniyatga hidoyat bo'lgan, haqqoniyat bilan botinning, nohaqning o'tirishidagi fasil bo'lgan, bu ulug' Qur'oni Karim nozil bo'lgan bu oyda, mushu Qur'oni Karim bilan o'tkili, Qur'oni Karimning tilovati bilan o'tkili, kunduzlari o'lchamlik ro'za bilan, kechalari nəhayət ixlos bilan bo'lgan, qiyam bilan o'tkil nisb qilsin va Alloh taolo bu ayniki evvelki onda bizge rahmet kılsın. Oturup onda günahlarımızı mağfiret kılsın. Ahirki onda olsa hemimizin geldiğimizde devzak otudun azat kılsın. Ve muşu münasebet bilen muşu vatanımızı kaytırılıp ketken aşu kıyındaşlarımızdan Allah Teala cimi kıyıncılıkını asan kılsın ulu Hudayım. Beşik her kanda musibet aşu kapılıkını üzü asan kötürüversin. Şu bizning Uyg'ur musulmonlariga zulm qilgan shu Xitoy kommunist kafirlarni Alloh taolo yer bilan yakson qilib aloq qilib olsin. Mushu bichora Uyg'urlarga Alloh taolo mushu ulug' ayni hurmati Alloh taolo hammamizning duoyimizni ijobat qilib ozodlik, erkinlik ato qilsin. Uyg'ur deb bir millatni Alloh taolo bu dunyodan yo'q qilib o'tmasin, o'ziga sajda qilgan millatni. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu ta'ala va sallama ala xayril xalqi sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.